Yangi kosmetika bilan pikmi makiyaj qilib ko'ramiz. Aytgancha bu Dior Stickni ham birinchi marta ishlatib ko'raman. Надеюсь, tonimni to'g'ri topdim. Hidi вообще zo'r. Kojam подготовка qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin реально sariyog'ga o'xshab surilyapti. Ton просто шикарный. Faqat ozgina rangida adashim bor. Surilishi, strukturasi dahshat. Energiya Hourglass'ni testini ishlab ko'ramiz. Contouring. Bu rumerani ham teng qilib, blush qilib ishlatib ko'ramiz. Bazaviy rangda mana shuni ishlatamiz. Milashechniy skladkada amnisni ishlatamiz. Прям ярко, очень ярко. Pigmentatsiyasi прям kuchli ekan. Kamerada lekin yarkroq ko'rinyapti. Hayotda bunchalik emas. Интересно, krem buni ustidan qismi bo'lar ekan. Vau. Suqo'y kontur ham qo'shib yuboraman. Chiqim краснит. Bunaqa yarki rumyani va kontur qilishim birinchi bor. O'tga cho'tki qora strelka kerak, poytam skoch ishlatamiz. Yangi Gucci tushim. Tushim dahshat, lekin bitta ham kamochka yo'q. Endi buni kattasini bemalol olsam ham bo'ladi. Pastara olamiz. Ko'zlarimga yana bunaqa sparkle qo'shamiz. Shu oq, uni oq emas, uni такой розовинкasi bilan. Сиреневый asal. Вот это прям конкретно пикми макияж. Ozgina Dior'dan ham qo'shkim kelyapti. Прям пикми. Розовый с ним смешать qilamiz. Tani beradi. Kukilni взгляд bo'lish uchun buni uchiga ham qo'shamiz. Burun uchiga ham Charlotte Tilbury. Самактан такой розовый блеск. Makiyajim tayyor. Qalay chiqibdi? Pikmi bo'lib qoldimmi?